turistik viza bilan Kanadaga kelmang. Agar siz haqiqatda turist bo'lmasangiz, turist viza bilan Kanadaga kelmaslikni maslahat beraman. Chunki agar turistik viza bilan Kanadaga kirib keladigan bo'lsangiz, demak sizda eng birinchi muammolardan biri bu albatta turist viza bilan hech qayerga siz ishga joylasha olmaysiz. Agarda sizda qanaqadir bir tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, demak sizga u ish topib berish mumkin, lekin u ham bo'lsa vaqtincha. Undan katta muammolardan biri bu albatta kvartira. Kanadaliklar demak kvartiralarning ijarasini demak turistlarga yoki bo'lmasa o'sha vaqtinchalik kirgan insonlarga bermaslikni afzal ko'rishadi. Yana bir muammolardan biri esa bu demak o'sha siz o'z nomingizga demak o'sha yaxshi, ya'ni yangi modeldagi mashinalarni sotib ola olmaysiz. Demak, yaxshi yangi modeldagi mashina sotib ola olmaysizmi? Demak, o'sha oldingi videolarda aytib o'tganimdek, demak yetkazib berish xizmatida ham ishlay olmaysiz. Kanadaga kirib kelish qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men sizga turist vizadan boshqa kirish yo'llarini o'rgataman.